Umid nuri xususiy pansionati. Bu yer juda qimmat, hashamatli, lekin juda sovuq joy edi. Bu yerga boylar o'zlarining keraksiz bo'lib qolgan ota-onalarni tashlab ketishardi. 26 yoshli Madina bu yerda oddiy hamshira bo'lib ishlardi. Uning ishi og'ir edi, injiq qariyalarga qarash, dorilarni berish, tagini tozalash. Lekin u nolimasdi. Chunki uyda onasi kasal, ukasi esa talaba edi. Ularni boqish Madinaning zimmasida edi. Eng qiyin bemor xonada yotadigan Alisher aka edi. Alisher aka 65 yoshda. Bir paytlar u shaharning eng katta qurilish imperiyasiga egalik qilgan milliarder bo'lgan. Hozir esa hamma uni aqldan ozgan deb hisoblardi. U xonasidan chiqmasdi, ovqatni tokib tashlardi, devorga qarab soatlab gapirardi. Hamma hamshiralar undan qochardi. Faqat Madina unga sabr bilan qarardi. Bir kuni Alisher akaning farzandlari, o'g'li Bobur va qizi Lola kelishdi. Ular otasini ko'rgani emas, hujjatga qo'l qo'ydirgani kelishgandi. Bobur 40 yoshlarda o'ziga bino qo'ygan, qimmat kostyumdagi takabbur erkak. Lola sun'iy go'zallik, butun vujudi tillaga burkangan ayol. Ular palataga kirishdi. Madina dori tayyorlab burchakda turardi. "Dadajon", dedi Lola soxta mehribonlik bilan. "Qarang, sizga nima olib keldik." "Banan. Siz yaxshi ko'rasiz-ku." Alisher aka ularga bosh ko'zlari bilan qaradi va birdan kulib yubordi. Solaklari oqib ketdi. Bobur jirkanib yuzini o'girdi. "Uf, buning hidi sassiq", dedi u singlisiga pichirlab. "Tezroq qo'l qo'ydir, ketaylik." Bobur otasining oldiga bir dasta qog'ozni qo'ydi. "Dada, mana bu yerga H degan joyga imzo qo'ying. Bu shunchaki doktorlarning ruxsatnomasi. Aslida bu kompaniyani to'liq Boburning nomiga o'tkazish hujjati edi." Alisher aka qalamni oldi. Qo'li qaltiradi. U qog'ozni chizib tashladi va qalamni Boburning yuziga otib yubordi. "Yo'qol", deb baqirdi chol tushuniksiz ovozda. "Yo'qol, shaytonlar." Boburning jahli chiqdi. U otasining yelkasidan siltadi. "Imzo qo'yasan, chol. Bo'lmasa seni ruhiy kasallar shifoxonasiga tiqtiraman." Umring bog'langan holda otadi. "To'xtang." Madina chiday olmadi. U yugurib kelib Boburning qo'lini itarib yubordi. "Nima qilyapsiz? U sizning otangiz-ku. Unga tegmang." Bobur Madinaga tikildi. "Sen kimsan o'zi?" "Oddiy xizmatkor. Hoziroq bosh shifokorga aytib, seni ishdan haydataman. Ko'chada qolasan." Ular chiqib ketishdi. Madina polga o'tirib yig'ladi. Agar ishdan ketsa, onasining dorilarini kim oladi? Kechqurun Madina Alisher akaning xonasini tozalayotgandi. Uning ko'zlarida yosh bor edi. "Nega yig'layapsan, qizim?" Madina cho'chib tushdi. Ovoz bu ovoz qaltiroq va telba cholning ovozi emasdi. Bu qat'iy, chuqur va tiniq ovoz edi. U Alisher akaga qaradi. Chol karavotda o'tirardi. Uning nigohi tiniq, ko'zlarida aql charaqlab turardi. U belini tik tutib o'tirardi. Siz gapiryapsizmi?" dedi Madina hayratdan. "Men har doim gapirganman", dedi Alisher aka jilmayib. "Faqat eshitadigan odam yo'q edi. Lekin hamma sizni telba deb o'ylaydimi?" Alisher aka stulga o'tib o'tirdi. "Bu mening oyinim Madina. Men bolalarimni sinadim. Ularga nima kerakligini bilmoqchi edim, otasimi yoki otasining pullarimi? Va ular sinovdan o'ta olishmadi", dedi Madina past ovozda. "Afsuski, yo'q. Ular meni tiriklayin ko'mib bo'lishdi. Ular kompaniyani bo'lib olib, keyin meni eng arzon davlat shifoxonasiga tashlashmoqchi. Men buni bilaman." Alisher aka Madinaga tikildi. "Bugun meni himoya qilding. O'z ishingni yo'qotishdan qo'rqmay meni himoya qilding." "Nega?" "Chunki bu insofsizlik", dedi Madina. "Siz ojizsiz. Ular esa men ojiz emasman", dedi Alisher aka ko'zini qisib. "Men shunchaki charchaganman. Va menga yordamchi kerak. Men yordam beraman." "Yo'q, dori berishda emas.
Menga sherik kerak. Alisher aka stol ustiga bir qog'oz qo'ydi. Menga turmushga chiqasan. Madina qo'lidagi lattani tushirib yubordi. Nima? Qo'rqma. Bu haqiqiy nikoh bo'lmaydi. Bu biznes reja. Tushunmadim. Bolalarim meni aqldan ozgan deb e'lon qilib vasiylikka olishmoqchi. Agar ular bunga erishsa, men hamma narsadan ayrilaman. Lekin agar men uylansam, mening qonuniy vasiyim xotinim bo'ladi. Alisher aka o'rnidan turib deraza oldiga bordi. Menga ishonchli odam kerak. Sen pokizasan, halolsan va aqllisan. Men senga taklif beraman, sen mening xotinim bo'lasan. Evaziga men onangni eng yaxshi klinikada davolataman, ukangni o'qitaman va senga o'z kompaniyamdan 5 aksiyani beraman. Bu millionlab dollar degani. Madina o'ylanib qoldi. Bu taklif bu jinnilik edi. Lekin boshqa yo'l bormi? Bobur baribir uni ishdan haydaydi. Men roziman, dedi u qat'iy. Faqat onam uchun. Nikoh juda tez va yashirin o'tdi. Alisher aka o'zining eski tanish notariusi va futyo xodimini chaqirdi. Pansionatning o'zida nikoh tuzildi. Ertasiga Alisher aka tuzalib uyga qaytdi. Yonida esa yosh xotini Madina. Alisher akaning uyi bu haqiqiy saroy edi. Oltin kandillar, marmar zinapoyalar. Bobur va Lola yetib kelishganda Alisher aka va Madina choy ichib o'tirishardi. Bu nima masxarabozlik? Deb baqirdi Lola. Dada, bu xizmatkor bu yerda nima qilyapti? Alisher aka xotirjam choy hopladi. Tanishlaring, bu Madina. Mening qonuniy xotinim va sizlarning yangil oyijon ingiz. Boburning rangi oqarib ketdi. Siz aqldan ozgansiz. Biz buni sudda bekor qildiramiz. Bu qiz sizni aldab, boshingizni aylantirgan. Uring, dedi Alisher aka. Lekin hozircha bu uyning bekasi Madina. Va u sizlarning bu uydagi har bir qadamingizni kuzatadi. Kech kirgach hamma o'z xonasiga tarqaldi. Xizmatkorlar g'iybat qilishardi. Qarang, yoshgina qiz boylik uchun cholga tegdi. Bugun birinchi kecha bechora chol. Madina yotoqxonada o'tirardi. U qo'rqardi. Alisher aka biznes reja degan bo'lsa-da, baribir u erkak kishi-ku. Eshik ochildi. Alisher aka kirdi. U eshikni qulfladi. Madina o'rnidan turib orqaga tisalandi. Men divanda yotaman, dedi u duduqlanib. Alisher aka kulib yubordi. U shkafni ochib, u yerdan karpa to'shak emas, balki bir qop qog'oz va kitoblarni olib chiqib, karavot ustiga to'kdi. Bu nima? So'radi Madina. Bu sening seping, dedi Alisher aka. Bu kompaniyaning moliyaviy hisobotlari, ustav va yuridik hujjatlar. Tushunmadim. Madina, sen mening xotinim rolini o'ynashing kerak, lekin sen mening merosxorim bo'lishing kerak. Bolalarim ertaga seni o'g'ri, firibgar deb ayblashadi. Seni sindirishmoqchi bo'lishadi. O'zingni himoya qilishing uchun sen ulardan aqlliroq bo'lishing kerak. Alisher aka stulga o'tirdi. Bugun tunda uxlamaymiz. Men senga biznesni o'rgataman. Boburning qayerdan pul o'g'irlayotganini, Lolaning qaysi firmalarni bankrot qilganini ko'rsataman. Ertaga ertalab direktorlar kengashi bo'ladi. Sen o'sha yerda gapirasan. Menmi? Men oddiy hamshiraman-ku. Bugundan boshlab sen hamshira emassan. Sen Alisher Usmonovning o'ng qo'lisan. Qani birinchi papkani och. O'qi. O'sha tunda yotoqxona chirog'i ochmadi. Lekin u yerda ishqiy sirlar emas, balki millionlab dollarlik imperiyaning sirlari ochilayotgandi. Madina o'zida kutilmagan iqtidorni sezdi, u raqamlarni yaxshi tushunardi. U Boburning yashirin sxemalarini ko'rib hayratda qoldi. U sizni tunabdi-ku, dedi Madina gazab bilan. Ha, dedi Alisher aka ma'yus. Va buni faqat sen to'xtata olasan. Ertalab nonushta payti. Havo tarang edi. Bobur va Lola ko'z qisib qo'yishdi. Ularning rejasi bor edi. Madina xonasiga kiyim almashtirgani chiqqanda, Lola sekin uning sumkasiga onasining qimmatbaho olmos uzugini solib qo'ydi.
Birozdan so'ng uyda shovqin ko'tarildi. "Uzugim!" deb baqirdi Lola. "Onamdan qolgan yodgorlik yo'qoldi." Bobur darhol xizmatkorlarga buyruq berdi. "Hamma joyni tintuv qiling. Hamma xodimlarni va yangi kelinni ham." Madina zinadan tushib keldi. "Nima bo'lyapti? Sen o'girlading!" deb baqirdi Lola. "Kecha kozing yonib turuvdi." "Gadoy!" Qoriqchilar Madinaning sumkasini ochishdi va u yerdan uzukni topib olishdi. Bobur g'olibona jilmaydi. "Ana, dalil. Dadajon, ko'rdingizmi? Siz farishta deb o'ylagan xotiningiz oddiy o'g'ri." Alisher aka indamay turardi. U Madinaga qaradi. Madina qo'rqib ketdi, lekin keyin tunda o'qigan hujjatlarni esladi. U endi ojiz qurbon emasdi. Madina kulib yubordi. "Sizlar juda jon ishlaysizlar", dedi u xotirjam. "Nima?" Lola hayron qoldi. "Bu uyda 32 ta kamera bor", dedi Madina devorga ishora qilib. "Kecha Alisher aka bilan birga barcha kameralarni yangiladik." "Lola opa, siz mening xonamga soat 8:15 da kirib, sumkamga narsa solganingiz bulutli xotiraga yozib olindi. Hozir politsiya chaqiramizmi yoki videoni katta ekranda ko'ramizmi?" Lolaning rangi dokadek oqarib ketdi. Bobur mushtini tugdi. Ularning birinchi rejasi chippakka chiqdi. "Bu hali hammasi emas", dedi Bobur tishini qayrab. "Bugun direktorlar kengashi. U yerda otamni layoqatsiz deb e'lon qilamiz. Sen esa hech kimsan." Kompaniyaning katta majlislar zali. Uzun stol atrofida aksiyadorlar, yuristlar va hamkorlar o'tiribdi. Bobur minbarga chiqdi. "Hurmatli hamkasblar. Otam, Alisher Usmonov, afsuski, qarilik demensiyasiga uchradilar. Ular galati qarorlar qabul qilyaptilar, notanish ayollarga uylanyaptilar. Kompaniyani saqlab qolish uchun boshqaruvni o'z qo'limga olishim kerak. Mana tibbiy ma'lumotnomalar soxta." Zalda shivir-shivir boshlandi. Hamma Boburni qo'llab-quvvatlayotgandek edi. "E'tirozi borlar bormi?" so'radi Bobur ishonch bilan. "Bor", degan ovoz eshitildi. Eshik ochilib, Madina kirib keldi. Uning egnida qimmatbaho ishbilarmon kostyum, qo'lida esa qalin papka bor edi. Uning ortidan Alisher aka emas, uning advokati kirib keldi. "Bu kim?" dedi aksiyadorlardan biri. "Men Madina Usmonova. Alisher Usmonovning rafiqasi va ishonchli vakili", dedi Madina dadil. U minbarga ko'tarildi. Bobur uning oldini to'smoqchi bo'ldi. "Sen bu yerda gapira olmaysan. Sen mutaxassis emassan. Balki men tibbiyot xodimidirman", dedi Madina mikrofonni olib. "Lekin men infeksiyani yaxshi taniyman. Va bu kompaniyada 2 ta katta virus bor." Madina papkani ochdi va ekranga jadvallarni chiqardi. 2024 yil. Osiyo qurilish loyihasi. Bobur Usmonov tomonidan $2 million offshor kompaniyaga o'tkazilgan. Sement sifati 30 ga pasaytirilgan. Bu jinoyat. Zal suv sepgandek jim bo'lib qoldi. 2023 yil. Lola Usmonova go'zallik tarmog'ini ochish uchun kompaniya hisobidan $500 ming olgan va uni bankrot qilgan. Madina 1 soat davomida gapirdi. Raqamlar, faktlar, sanalar. U xuddi tajribali prokurordek gapirardi. Tunda o'qigan har bir ma'lumoti hozir qurolga aylangandi. Bobur baqirdi, "Bularning bari yolg'on. Otamning miyasi aynigan, u senga noto'g'ri narsalarni aytgan. Otangning aqli joyida", degan gumburlagan ovoz eshitildi. Zalning orqa eshigidan Alisher aka kirib keldi. U hassaga tayanib emas, dadil qadamlar bilan yurib kelardi. Uning kostyumi, nigohi bu o'sha eski akulaning o'zi edi. Alisher aka kelib Madinaning yonida turdi va uning yelkasidan quchdi. "Men shunchaki charchagandim", dedi u aksiyadorlarga. "Va men o'zimga o'rinbosar qidirayotgandim. O'z qonimdan qidirdim, topolmadim. Lekin begona qizda men izlagan halollik va zakovatni ko'rdim." U Bobur va Lolaga qaradi. "Sizlar ishdan bo'shatildingiz.
Va sizlarning ustingizdan ichki audit tekshiruvi boshlanadi. Agar kamomadni tolamasangiz, qamoqqa o'tirgizasizlar. Lola yiglab yubordi. Bobur esa boshini egdi. Ular tushunishdiki, telba chol ularni mot qildi. Epilog: haqiqiy voris. 1 yil o'tdi. Madina universitetining biznesni boshqarish fakultetiga o'qishga kirdi. U kunduzi Oqir, kechqurun esa Alisher akaga yordam berardi. Ular er-xotin emas, balki eng yaqin do'st va hamkor bo'lib qolishdi. Alisher aka Madinaning onasini davolatdi, u butunlay tuzalib ketdi. Bir kuni ofisda o'tirishganda Alisher aka so'radi: "Madina, shuncha boyliging bor. Nega o'zingga qimmat mashina yoki uy so'ramaysan? Haliyam o'sha oddiy kvartirangda yashayapsan?" Madina jilmaydi. "Chunki siz menga eng katta boylikni berdingiz", dedi u. "Nimani?" "Imkoniyatni va o'zimga bo'lgan ishonchni. Men oddiy hamshira emas, katta ishlarga qodir inson ekanligimni ko'rsatdingiz." Alisher aka derazaga qaradi. U baxtli edi. U o'z imperiyasini ishonchli qo'llarga topshirayotgandi. U telbar bo'lib eng to'g'ri qarorni qabul qilgandi.